Hammaga salom. Loyiha siz bilan aloqada Guru Markets. Biz kompaniya uchun umumiy ma'lumotlardan boshlaymiz. Quyida har bir parametrni batafsil ko'rib chiqaylik. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Biz sizni o'rganilayotgan tashkilotning barcha ko'rsatkichlarini diqqat bilan o'rganishni taklif qilamiz. Endi biz kompaniyaning joriy fundamental ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Ameritas Gold and Silver Torp ticker USS. Ushbu ko'rib chiqish 2025 yil 1 aprel holatidagi joriy ma'lumotlardan foydalangan holda amalga oshirildi. Tasnifi bo'yicha Guru Markets korporatsiya Ameritas Gold and Silver Torp pastki toifaga kiradi. Metal Drag tahlilda 67 ta tashkilot ishtirok etmoqda. Bu juda vakillik. Biz ushbu videoning oxirida buyurtma jadvalini ko'rib chiqamiz. O'rganilayotgan kompaniya uchun umumiy natija quyidagicha: 10 balldan -5, 5 ball. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha natija 2, 1 ball. Agar siz kengroq qarasangiz, jami fond bozorida. E'tibor bering, AQSh fond bozori uchun o'rtacha natija jami 1,9 ballni tashkil etadi. Kompaniyaning -5, 5 balliga qarshi Ameritas Gold and Silver Torp. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini taqqoslash Ameritas Gold and Silver Torp va kichik toifadagi aksiyalar. So'nggi 12 oy ichida aksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Ameritas Gold and Silver 155, 2% dinamikani ko'rsatdi. 55, 7% kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi. Bu hech narsani aniq ko'rsatmaydi, lekin biz bu haqiqatni yodda tutishimiz kerak. Korporatsiyaning bozor kapitallashuvi Ameritas Gold and Silver Torp 32 milliard dollarga baholangan. Va kichik toifaning kapitallashuvi 365 milliard dollarni tashkil etadi. Ameritas Gold and Silver Torp ulushi 8-7% ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi kompaniyalardan biri. Kompaniyaning balans kapitallashuvi 3 milliard. Va kichik toifaning kapitallashuvi 158 milliard dollarni tashkil etadi. Ameritas Gold and Silver ulushi 2,1% ni tashkil etadi. Bozor va balans qiymatidagi ulushlarni solishtirsak, biz quyidagilarni ko'ramiz. Egallagan ulush Ameritas Gold and Silver bozor qiymatini baholashda kichik toifada 8-7% ni tashkil qiladi. Balans kapitallashuvi 2,1% ni tashkil etadi. Bu bozor qiymati ulushidan 76% ga kam. Kichik toifadagi bozor va balans kapitallashuvidagi tashkilotning ulushini baholash yomon -1 ball. Tahlil qilingan tashkilotning moliyaviy majburiyatlari 1 tortmir. Kapitallashuv bo'yicha qarz kompaniya kapitalining 46,7% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarzlari bo'yicha natija yaxshi 1 ball. Kompaniya aksiyalari narxining foydasiga qoldigi ga teng. 31 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan, bu kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada yomonroq. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan solishtirganda kompaniyaning bozor narxidan foyda ko'rsatkichini baholash juda yomon -2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda -46 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz qilingan daromadlar noma'lum. Bu kompaniyaning narxi uchun yomon. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini baholash yomon -1 ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 3,2 ni tashkil qiladi. 3,7 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 14% ga past. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda birja qiymatini uning daromadiga baholash yaxshi 5 ball.
Oxirgi 12 oydagi daromad $100 million tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz qilingan daromad noma'lum. Bu kompaniyaning narxi uchun yomon. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda kutilayotgan kelajakdagi savdo ko'rsatkichlarini baholash yomon -1 ball. Savdo marjasi -45% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 12% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 57-8% tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda rentabellikni baholash, chidash mumkin, -5 ball. Kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi %10 tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvining ulushidan kamroq. Bu kompaniyaning joriy bozor narxini ko'rsatadi. Ameritas Gold and Silver Corp. Kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori $10,000 tashkil qiladi. Kichik toifa uchun esa $3,529,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 100% tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan kapital miqdorini baholash, bardoshli, -5 ball. Kompaniyaning har bir xodimi uchun foyda miqdori $10,000 tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha $117,200 bilan. Va kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ishlashi o'rtasidagi farq 100% tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kompaniyaning har bir xodimiga to'g'ri keladigan foydani baholash, chidash mumkin, -5 ball. Tashkilotning alohida xodimiga to'g'ri keladigan savdo hajmi $10,000 tashkil qiladi. Kichik kategoriya bo'yicha $943,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 100% tashkil qiladi. Kompaniyaning har bir xodimiga to'g'ri keladigan sotish hajmini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda baholash, chidash mumkin, -5 ball. Aksiyalari qisqa 1-4% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 1-8% tashkil qiladi. Bu qisqa siqish xavfini baholash. Ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 49% darajasini ko'rsatadi. Ameritas Gold and Silver Corp. Pastki kategoriyada esa IS darajasi 14, taxminan 66% tashkil qiladi. Texnik jihatdan kichik toifadagi aksiyalari kompaniyanikidan yuqori baholanadi. Ameritas Gold and Silver Corp. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi taxminan $52 tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalari bo'yicha konsensus bahosi prognozi noma'lum. Joriy taxmin dinamikasi va konsensus prognozi noma'lum. Keling, buyurtma jadvaliga o'tamiz. U siz uchun mavjud. Havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ma'lumot tizimi tomonidan ma'lum bir mavsumda ommaviy ravishda qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va ochiq, bog'langan izohda havola. Aksiyalarni tahlil qilish asosida Ameritas Gold and Silver. Axborot tizimi Guru Markets qaror qabul qilindi. 53 narxda sotish savdosini oching. Buyurtma ochiq, chunki kompaniya nisbatan past reytingga ega. Kompaniyani baholash mezonlari hokim indeksdan foydalangan holda amalga oshirildi. Foyda olish 39 qilib belgilangan. Stop loss 67 darajasida belgilangan. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa. Bu holda buyurtma 2025 yil 1 maydagi savdo natijalari asosida mustaqil ravishda belgilanadi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Titker, asosiy xarid buyurtmasiga aylanadi. Asosiy buyurtma bo'yicha video allaqachon kanalda e'lon qilingan. Buyurtmalardan birini yopayotganda, asosiy yoki balanslash.
Boshqa buyurtma avtomatik ravishda yopiladi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va axborot tizimidan foydalanganingiz uchun jamoatchilikka katta rahmat. Guru Markets